Men tovuqlarni tuxumini qidirib yuribman. Bugun nihoyat topdim. Hali poylab tursam, bular tuxum tug'ishayotgan ekan mana. Eng katta tavug'im. Tavug'im. Eng kattasi. Menga tug'ishayotgan ekan mana. Katta. Hali tug'mabdi. Issiq tuxum yo'q ekan. Nima qilamiz endi? Bu joyda turaveradi-da. Hozir teksam bo'lmaydi. Yana bag'ga tug'maydi, yana boshqa joyga tug'adi. O'tgangi safar mana bu yo'lga tug'ayotgan ekan. Mana shu supurga masala turgan edi. Masalaga tug'ayotgan ekan. Nima deysizlar? Tuxumini olaymi yo o'tiraversinmi? Maslahat yana kerak. Obuna bo'lishni hech qilmasin.